Assalamu alaykum hörmətli anlıqçılar, xeyirli günlər. Yazğıcı Yasindan Sadiq Çoğlanның Bahadırnamə namlıq romanının davamını anlayırsınızlar. 3 gündən beri yavının qarargahida emas, özünün qarargahida nəzərbənd tuturuş Sultan Üveysxanğa bək muhar gələn idi. Bu qitimqi jangda to'liq nusrat qozongan Eson Tayshi qarargohni Sultan Üveysxanның qarargohiga yetkazgan edi. 3 gündən beri o Sultan Üveysxan bilan faqatli ko'rishmadi. Ular Sultan Üveysxanni ayırım qamagan edi. Bu 3 günlük qamaq Sultan Üveysxanğa 3 yildek uzaq tuyuldu. Bu 3 günni kirpik qaqmay, tözük xizo yemay, g'am g'ussa, tagsiz tashvishli xayollar ilkida o'tkazdi. Onun əsyadi xotin balalarida qolgan edi. Ey yaratgan egam, oldingda o'tkazgan qaysi gunohim uchun bu qora kunlarni ravo ko'rgansan? Sultan Dövlət xanish bilan Kuntra xanish nədidir? İki xonzodam omonmidi? Sing'illarim Uz Sulton Malika bilan Maxtum Sulu Malika ular bilan billimidi? Ular Eson Tayshining qo'liga tushib qolganmidi yoki qechib qutulganmidi? Hey Eset, nemishqimi ularni ostonni qoldirib qo'ymay billa ib kelgan bo'g'iydi. Ular nemishqimi Saydali olib bilan meni ayrim qolmaydigandi. Va tarixa Büyük Moğoliston elining saltanati. Mening qo'limda mushundaq vayron bo'lib ketarmamdi. Urug' avlodim yovning qo'lida qirilib ketami? Eson Tayshi nemishqa hozirgacha men bilan ko'rishmaydigandi? Nima muddasi bor meni bundaq ayrim qamoq? Sultan Üveysxan ikki xonishni, ikki o'g'lini, ikki singlisini Ili vodisiga birga ib kelganiga qattiq pushaymon yevatadi. Ilining havosi turponga o'xshamaydi, manzarasi jannatdek go'zal. Bo'pti, ilib olayli. Baravat qilib kelganga hisob bo'lur degan edi Saydali olib, xonish maliklarning xonga hamroh bo'lib Ili vodisiga birga berish talabini quvvatlab. Shu topda Sultan Üveysxan qaysi barmoqni tishlasa og'riydi. Pushaymonni olg'ili qoch topolmay qolgan edi. Ularni ostonada qoldirib qo'ygan bo'lsam, garchi men Mo'ng'ulning qo'lida o'lib ketsam, sadoqatman amir sarkardilarim, xonzodalarimni noyib xonlikka ko'tirib, taxtimda o'ltirg'izatdi. Ular obo ajdodlarimdan miros qolgan bu saltanatni davomlashtiradi emasmi? Endi qanday qilarman? G'urur, sha'ni shavkatni qayirib qo'yib, Eson Tayshiga yelinsam, ikki xonzodamni omon qo'yarmikin? Sog' salomat turponga qaytishga ijozat berarmikin? Mayli. Xolis uningga zimmiylik bildirib, itoatgarligimni sunarman. Buningdan o'zga yaxshi choram yo'q o'xshaydi. Zimmiylik bildirish degan e'tiqodini saqlab bo'ysunish degan so'z debdi izohatda. Qamoqxonaga kirib kelgan Mo'ng'ul sarkardasi Sultan Üveysxanning xiyolini bo'lib o'tdi. Buyuk qolgan o'zlarini huzuriga chillaydi, dedi Mo'ng'ul sarkardasi ehtirom bilan. Sultan Üveysxan tortishib turmayla o'rnidan turdi. Yuragidagi o'chay deb turgan umid shami ojiz pilildi. Gap so'z qilmayla Mo'ng'ul sarkardasiga ergashdi. Ey yaratgan egam, yangining to'shkidan to'g'ini yuki bilan o'tkaziladigan karomating bordir. Mushkulimni o'zing oson qilg'aysan. Yotlarga xor qilmag'aysan. Sultan Üveysxan bargohi olining to'ridagi yo'lbos terisi silingan kursida mag'rur qiyofatda o'ltirgan Eson Tayshiga ko'nglidagi vahimini bilindirmaslikka tirishib nazar tashladi. Qarashlari ancha o'tkir emas edi. Vujudidagi g'am tashvishlar, ziddiyatlik tuyg'ular chiroyiga tepib chiqqan edi. U Eson Tayshiga salom qilishga har qancha tirishsa, g'ururi yo'l qo'ymadi. Taxtga chiqqandan beri saltanatning sura hayvisini ko'zitib o'ltirib kelgan
ota-bobolardan miras qolgan bu shahona kursida İhsan Tayshining akavurluq bilan gidiyib o'ltirishi uning arvohini 40 kez uchirgan edi. Bu shahon kurs Sulton Uvaysxonning nazarida xonish bilan o'xshash edi. Uningga yaqin yo'lgan har qanday odam shu hamon o'limga mahkum bo'ladi. Erlik g'ururi dafsanda bo'lgandek to'yg'iga kelgan Sulton Uvaysxon g'azabdan lag'ildab titrab ketdi. Shundaqdimi o'zini tutib olishga majbur bo'ldi. Shu daqiqada o'zining to'lma beqo'l ekanligini his qilgan edi. Sulton Uvaysxonning chiroy ifodasini kuzatib o'ltirgan İhsan Tayshi birinchi qadamda g'ururini, shahoni kibrini sundirish maqsadiga yetganligini his qilib, huzurlanib kuldi. İltifat ko'rsatib, uni o'ltirishni taklif qilmadi. Kulki yig'ib turgan ko'zlaridan kuchli masxara, kibr uchqunlari balqiydi. O'zingni Chingizning nasliman deb qolgan otqarchilikning qani, Uvaysxon. O'zingni Chingizning nasliman deb qolgan otqarchilikning qani, Uvaysxon. Qani, nimaga qarab tursan? Aşı takabburlig'ingni yana ko'rsatmamsan. Chaqqan bo'l. Oyig'imga bosh qo'yib menga yelin. Otdan tushsang o'zangidan putungni ololmayotsan shu topda. Nimalar degan bilan yigitliging, no'chiliging bor ekan. Yuragingdagi tashvishlar ko'zlaringdan chiqib tursinmi? G'ururingni saqlashga tirishyapsan. Sana qo'l qo'ydim. Jahonning ishlari nima degan ajoyib oliylari. Dedi İhsan Tayshi xiyolini yig'ishtirib. Yana ko'rishib qoldik mana. G'albamni tabriklamay qarab turilg'u. Qoyil bo'lmayotdamlar ya. Sulton Uvaysxon o'zini har qancha mag'rur tutishga tirishsin, lekin uning put-qo'llari bo'shib ketib boradi. Gadiniga chiqizirib, tomoqlari qurib ketdi. Shuncha yildan beri o'zi surko'stib o'ltirib kelgan taxtning oldida bunchalar bechora holatda turib qolishini xiyoliga keltirib baxmagan edi. U mang tasta zuvonga keldi. Mag'lub bo'lganimni albatta tan olaman. Shuni unutmaslarki, banda uchun jahonda abadiy g'oliblik mavjud emas. Mana, oyil o'tmay yana qo'llarga tushdik. Endi o'zlarining bizga qaytaradigan hurmat qarzlari ham yo'qdir. Otamlar, chopamlar, osamlar ixtiyorlari. Faqat yaratgan Alloh egamning inoyatiga tevinaman. Sulton Uvaysxon endi o'zini xiyolida tutib olgan edi. İhsan Tayshining ko'ziga tik qaradi. Samilarga faqat bir ishni nasib qo'ymoqchiman. Mening vabolim xotin bola chaqalarimga tegmagay. Bizning ilkimizdagi ayollar va bolalar gunohsizdir. Magarki o'zlarini yanada mard, bahodir azmat hisoblasalar, xotin bolalarimizga zinhor zarar yetkazmagaylar. Yaraysan, Uvaysxon. Yigitdek gap qildim. Xotin bolalarni so'ymagan, qadrlamagan erni qandoqmi erdigili bo'lsin? O'zingning jining bilan bo'lmay, o'sha ojizalarning g'amini yeyotsan. Mana buni bahodirlik deymiz. İhsan Tayshi qatiqini turdi. Menga shart qo'yyotamdilar oliylari. Yo'qsa, oliylarnimi jahondagi shirmat bahodirlarning biri deb hisoblaganim uchun o'tinyaptimi? İhsan Tayshining chiroyi biroz echildi. Azaldan mag'lub xonning xotin bolalarining ishini bir taraf qilish g'olib xonlarning ixtiyorida bo'lib kelgan. Bu yusunni oliylarni obdan bililg'u deyman. Shunga oliylarning xonishini harimimizga akilib to'qal qilishga haqqimiz albatta bordir.
Sultan Üveysxan g'azabdan titrab ketdi. Eson Tayshiga nashtardek tikildi. Tili gapga kelmadi. Agah bo'lsinlarki, shu topda shartni o'zlar emas, men qo'ysam yarashadi, dedi Eson Tayshi mag'rurlik bilan. Bo'pti, gapni agitib o'ltirmay udulladay. Aliylarning singlisi Malika Maxtumsulu jahonda tangdish yo'q bir go'zal ekan. Men uning o'ylanishni xohlayman. Shart shuki, u bu nikohni o'z ixtiyorligi bilan qabul qilish kerak. Navoda oliylari o'z singillarini menga berishga qo'shilsalar, hamda uni qoyil qilsalar, o'ttirimizdagi adovat mushning bilan tugaydi. Silmu xonish shahzodalarini elib, Turponga omon eson qaytalaydilar. Sulton Üveysxan bir daqiqa turib olib javob berdi. Navoda qo'shilmasamchi? Ol chaqda Turponga o'zlari yolg'iz qaytadilar. Ko'z oldiga ikki xonishi bilan ikki o'g'lini keltirgan Sulton Üveysxonning vujudini chidg'isiz bir azob cho'lg'ib oldi. Yuragi begiz tiqqandek echishdi. Xotin bolalarini Mo'ng'ul sarkartisiga tashlab berib Turponga bag'inidan mush yerda o'lgan afzal emasmi? Saydali olib nada? So'radi Üveysxon bir pas o'ylanib olib. Xotirjam bo'lslar, ol sarkarda obdan kutinyotdi. Shu topda Sulton Üveysxonning bu ishni Saydali olib bilan maslahatlashgisi bor edi. Lekin Eson Tayshiga bu xiyolini bildirgisi kelmadi. Tangri, ajab bir tanqislikda qoldim-ku endi. Qarab turib osh chiroyli u maqsimimni Aşı Moğol xanға berermenmi? Bu müşkilatdan qutulishning buningdan boshqa chorasi yo'qmi zodi? Undaq bo'lsa men singlim bilan ko'rishib baqay, dedi amalsiz qolgan Sulton Üveysxon ulug' kichiktinib qo'yib. Eson Tayshi Sulton Üveysxon bilan Malika Maxtumsulu xonimni ayrim bir chedirda ko'rishtirdi. Aksidan Eson Tayshining shartini olgan Maxtumsulu ho'krab yig'lab etdi. Sulton Üveysxon singlisining oldida kechirgisiz gunoh o'tkazib qo'ygandek beshini selib o'tirdi. Shu topda uning vujudini ichidan bir yig'i qapsib olgan edi. Ammo singlisining oldida ko'z yosh qilishni loyiq ko'rmay o'zini qattiq tutib olgan edi. Xolimizlar herga zo'rilmayman. Faqat amalning yo'qidan bu gapni deyishga majbur bo'ldim, dedi Sulton Üveysxon bir hazodan keyin beshini ko'tarib. Men chiqib Eson Tayshiga javobini berib etay. Beshimizga kelganini ko'ramiz. To'xtasizlar, dedi Malika Maxtumsulu aksini to'xtatib olib. Ol Mo'ng'ul xoniga javobini o'zim beray. Sulton Üveysxon yolt etib singlisiga qaradi. Maxtumsuluning ko'zlarida boyonqi bechoralik, so'lg'inlik vahimadan asarmi qolmagan edi. Sulton Üveysxon gap qilmayla singlisini boshlabmoqdi. Uning qadam elishlari to'limi eg'ir edi. Vujudi butkul xalq olamining masxarasiga qolgandek azoblik, hasratlik edi. Yo'q deb kayniga yong'isi keladi. Ammo ko'z oldiga ikki xonish bilan ikki xonzodasi kelib olib, daqiq ichida vujudida paydo bo'lgan qarshilik tuyg'ulari bitchit bo'ladi. Onasi Sulton Xotun hozirla oldida paydo bo'lib ayblaydigandek atrofiga cho'chib qaraydi. Shu topda u Eson Tayshining oldiga putida emas, yuzida dastlab ketib boradi. Malika Maxtumsuluni ko'rgan Eson Tayshi hijoyg'inicha o'rnidan turdi. Malika yig'idan qizirib ketgan ko'zlarini Eson Tayshining chiroyiga tikdi. Talablarini qabul qildim oliylari. Lekin shartim shuki, birinchidan barliq asirlarni qurol-yarog', ot-jabduqlar bilan qo'yib yetidilar.
Birinchidan, meni ep darhol ili vodisidan ketidila. Uchinchidan, iymon etib musulmon bo'ladila. To'rtinchidan, Mo'g'uliston tasarrufiga ikkinchilab ta'arruz qilmaydilar. Bo'ladi, malikamning hamma shartini qabul qildim, dedi Eson Toyshi gulqaqalari ichilgan holda qaddini ruslab. Ondan Sulton Uvaysxonga yuzlandi. Oliylarning himmatiga hashqallah. Shu topda Mo'g'uliston sultonlarining malikasiga o'linarligimdan o'zimni to'lim faxrlik his qilyapman. Shuningga ishonchim komilki, bu nikohdan shaklangan do'stligimiz farzandlarimizning tuqqandorchiligi sabab bo'lg'isi. Sulton Uvaysxon lom jim demedi. Ko'zlari sonlisning ko'zlari bilan uchrashib qolishdan ansirgandek boshqa tarafga qarab oldi. Amisi bu qarorga hozirdan boshlab Sulton Uvaysxon oliylariga taalluq bo'ldi, dedi Malika Maxtumsulu Eson Toyshiga qarab. Qani, oliylari biz mangayli. Eson Toyshi taajjublanib Malikaga qaradi. To'y qilmaylimi shundoq ketamdoq Malikam? To'yni o'zlarining tasarruflariga bag'anda qilurmiz, dedi Maxtumsulu. Eson Toyshi sarkarlarga barliq lashkarlarni chekindirish farmoni berdi. Ondan Malika Maxtumsuluni otga mindirib, o'zining qarorgohiga qarab mangdi. Nima uchundir Malika oqsi bilan xo'shlashmadi. Sulton Uvaysxon songlisining kaynidan qarisi yutkicha qarab turdi. Ko'zdan taramlab oqqan yosh xiyil o'sib qolgan soqollari orasiga sirg'ib boradi. Sulton Uvaysxonni har doim yolg'iz qolgan vaqtlarida sevimli songlisi Malika Maxtumsuluni eslaydi. Xayolida songlisi bilan uzoq mulishatdi. Uningdan kechirim so'raydi. Mush qatimda xo'shlashish songlisi bilan mangulik vidolashish bo'lib qolganligini o'ylamagan edi. Afsus, Maxtumsulu xonim Eson Toyshi bilan shu ketgancha Mo'g'uliston zamoniga ikkinchilab qadam bosmadi. Mo'g'ullarmi bu zamonga xeyli yillargacha yaqin yo'lamadi. Shundoq, Sulton Uvaysxon Ili vodisidan Turponga putida emas yuzida mengib kelganda ko'tirib qo'pqisiz xijillik, nomus tuyg'usida qaytib keldi. Qarshilish uchun oldiga chiqqan shahar xalqining yongratgan olqishlari go'yo masxaradek, ta'nidek bilinib, beshini to'nining ichiga tiqib oldi. Beshini ko'tirib atrofga qarashqa, xalqning salomini ilib salom qaytarishqa jur'at qilolmadi. Kimlarningdir Maxtumsulu malikini so'rab kelishidan ansirab xudiksirdi. Onasi Sulton xotunning oldiga salomga kirganda gadiniga chiqizirib lom jim tiyamadi. Beshini ko'tirib onasining chiroyiga qarayolmadi. Malika Sulton xonim Ili vodisida duch kelgan peshkanlikni, jangdagi mag'lubiyatni, songlisi Maxtumsuluning ahvolini onasiga allaqachon aytib bo'lgan edi. Shunga Sulton xotun o'g'lining gunohkorlardek bechora turqiga nomusdan qizirib, xijillikdan olib asaq bo'lib ketgan chiroyiga qarab o'zini besib oldi. Qizidan ayrilib qolish azobi yuragini o'rtab tursa-mu, yana o'g'liga tasalli berdi. Hamma ahvoldan to'liq xabar topdim, dedi o'g'liga mehri bilan qarab. Nachora, yaratgan egimizning peshonimizga putkuni shu o'xshaydi. Banda taqdirning yozmishidan qutula olgan emas. Qaddilarni ruslasizlar. Bu hargiz mislining gunohlari emasdir. Men Malika Maxtumsulu xonimga bergan oq sutimga rozi. Aba ajdodlarimizdan miros qolgan buyuk saltanatni, kindik qanimiz to'kilgan ulug' tuproqni, vatanni yovlardan qo'g'dimoq hammamizning majburiyatidir. Singillari Maxtumsulu xonim bu majburiyatini to'liq ado qildi. Bu saltanat uchun o'zlar bo'lmaslar bo'lmaydi. Chunki o'zlar el yurtning posiboni. Pasibondan ayrılgan yurt, çopanidan ayrılgan padığa o'xshab qoladi.
bulaydı, oğru mu bulaydı? El yurt veyran, sersançılıqqa doçar boladı. Eğer şu yerdə mən boğan bolsam mı, tacı taxt, el yurtның bəxti, asayışlığı üçün bir məxdum sulu emas, 10 məxdum sulu bolsunmu mehridən keçətdim. Çünki hər qandaq bir cəmaə qavmның birlik ittifaqlığı bolmasa, ol qavmdan öz qavmi səltənəti üçün özünü qurban qilishqa tayyor mərd bahadırlar çıxmasa, onda qavm səltənət tezli vayron bo'ladi. Chirib tugaydi. Hamma aholisi amr farmonlarini ijro qilishni vojib deb biladigan va uning amr farmonlaridan hech qanday bir sabab bilan bosh tortishni ravo ko'rmaydigan bir hukmdor bo'lmagan mamlakatning ahvoli cho'qim qalayimqonchilik ichida qoladi. Vayronchilikqa, zo'ravonlikqa yuz tutadi. O'z vaqtida o'zlarini yolg'iz o'g'il bo'lib qoldi deb bekmi o'kingan edim. Aslida xatolashgan ekanman. Oshundaq er himmatlik singillari bo'lganligidan faxrlansizlar. Yaratgan egam buyurgan bo'lsa, yana omon eson didorlashishga nasib qilar. Sultan Uvaysxon onasining oldida ho'krab yig'lab etishdan o'zini aran-aran tutib oldi. Shu topda onasi uni dahshatli qiynayotgan azoblarga, hasratlarga malham surtib qo'yotdi. Sultan Uvaysxon singlisiga bir necha qitim esil sovg'atlar bilan maktub avatdi. Lekin singlisidan javob xat ololmadi. Nima uchundir Malika Maxdum Sulu xonim akasining elchilarini og'zaki salom bilan qaytarib o'tgan edi. Milodiya 1428-yili kuz. 2 kundan beri to'xtamay yoqqan yomg'irda yo'yinib boshqacha go'zallashib ketgan Issiqko'l vodiysiga atgandan beri sho'x qizlardek oppoq bulutlar bilan o'kimikilan o'ynayotgan quyoshning jamolidan to'kilgan oltin nurlar yana boshqacha joziba ato qildi. Yavu gullarning nozik bargalaridagi yumron yo'pirmoqlardagi yomg'ir tomchilari quyosh nurida xuddi tuman degan yoqutlardek jo'lalaydi. Chuchuk buya, shivoq, yavu kandar, orcha va allaqanday o'simliklarning xushhidi nam tuproqning ost-osta o'rilgan harorati bilan birlashib dimoqqa uriladi. 2 kundan beri yoqqan yomg'irda ularga bekinib olgan barliq jamliqlar quyosh bilan tang sirtqa chiqqan edi. Xuddi quyoshning jamolidan huzurlanishga oldirayotgandek. Osmonda quyoshning jamolini zaminga takshi chechilayotgan oltin nurlarni to'sib olishga qodir bo'lmagan parcha-parcha oppoq bulutlar o'sib yeratdi. Ko'z yetkisiz go'zal Issiqko'l yayliqida minglagan chedarlardan shakllangan ko'chma shahar Buyuk Mo'g'ulistonning xaqoni Sulton Uvaysxonning saltanatidan derak berib, sur hayvisini namoyish qiladi. Bu chedarlarning markazidagi Sulton Uvaysxonning hashamatli shoh chedari bargohi oli ko'zga alohida tashlanadi. Shoh chedarining atrofiga 100-150 qadam oraliq qoldirib, amir sarkardalarning, lashkar xizmatkorlarning chedarlari mansab martabasi bo'yicha o'rinlashtirilgan edi. Chedarlarning ustidagi to'q alamlar Issiqko'lning kuz shamolida lapildab, istilochilarning jasoratini namoyish qilayotgandek ko'rinadi. Qarorgohning sirtiga, oyoq tarafiga ularga agishib kelgan savdogarlarning do'konlari, hunarvarlarning ustaxonalari, oshxona, navoiyxona, kabobxonalar joylashgan edi. Savdo setiqqa mohir Mo'g'uliston xalqi garchi urushning ofatini, jangning vahimasini bilib tursin, o'sha necha tumanlagan xonlashkarlarning kaynidan agishib, ular nega tushgan qisa shu yerga do'kon ichib, yoymi yeyib savdo qiladi. Qarorgoh surilib jimjit ko'ringani bilan uning sirti va ayni Turpan, Qashqar, Yorkent, Samarqand, Hirotningovat rastalaridek qaynoq bozorga aylangan edi. Qarorgohning o'ttirisiga joylashgan shoh chedari osti 4 chasa, usti qubba shaklida qurilgan bo'lib, kengligi 100 qadam, egizligi 4 nayza bo'yi keladi.
uning yoy shaklli qubbasini odamning belidek cho'nliqdagi 4 dal ko'k rangli to'ruk mazmut ko'tarib turardi. Ostiga butunlay gilam silingan edi. To'rt tarafidagi uzunligi 9 qadam, kengligi 7 qadam keladigan 9 poylik shox supisiga xuddi chimanzorni eslatadigan rangdor xotan gilimi silingan, gilamning ustiga qubba shaklli yo'lanchikiga go'har, o'nchi marvoyatlardan ko'z qo'yilgan oltin taxt joylashtirilgan edi. Taxtning ustiga esilgan yo'lvos terisi taxtni texnik surilib ko'rsatdi. Şahçılarının o'ng sol ikki tarafiga 3 qatordan ta'tilla, maxmal, sagaz ko'plar silingan edi. Har atigini qobulga kirgan yoki kun orlab o'tkaziladigan shahona ziyofatga taklif qilingan amir sarkardalar o'zlarining amal martabalariga qarab oshu ko'rklarda o'tirishadi. Şahçılarının nech o'nlgan panjara derazalariga tortilgan rangdor ipak pardalar izg'irin kuz shamlida lapildab turadi. Sultan Uvaysxon bir haftadan beri shohchidaridagi oltin taxtda gohida Qur'on tilovat qilib, gohida tagsiz xiyollarga g'arq bo'lib, yolg'iz o'tiradi. Bu bir haftadan beri amir sarkardalarni faqat qabul qilmadi. Halimaga kirmadi. Shuncha yo'g'on shohchidarda bir o'zi yolg'iz edi. Nökər mahramlari xonning xiyoliga barham berib qo'yishdan ansirgandek har bir qadamini ehtiyot bilan besib qo'riqchilik qiladi. Shu kunlarda Sultan Uvaysxonni g'am besib olgan edi. U Turpandan lashkar tortib monganda Issiqko'l vodisida bundoq uzun turib qolishni xiyoliga keltirmagan edi. Oshu qitimqi Ili vodisidagi mag'lubiyatdan keyin u bir mazgil amir sarkardalarni kamdan-kam qabul qilib, ko'pincha vaqtlarini o'jirsiga bekinib olib, tanho xiyol surib o'tkazdi. Xonning ruhiy holatidagi bu o'zgarishning sababini tushungan Saydali olibmi muhim ishi bo'lmasa qiyshig'i kirib olmadi. Ammo o'ltirish qopsa Sulton Uvaysxonni bu xil buruqtirmalikdan qutuldirishning chorasini izlab boshqa turadi, tutib bo'ladi. Xon oliylarga Ili vodisidagi mag'lubiyat eg'ir keldi. Singlisi Malik Maxtum Suluxinimni eson tayshiga berishga majbur bo'lgan har keldi. Bu reallikni g'ururi ko'tarmadi. Qabul qilinmadi. Nimalar degan bilan bo'ladigan ish bo'ldi. Endi o'rniq kelmaydi. O'zini buncha ayblab, azoblab yurmasmi bo'ladi. Qanday qilsam xon oliylarni u buruqtirmalikdan qutuldira olarman? Validay Buzruk Sultan Xatun oliylarning maslahatini ilib baxsam ekan. Onasi nasihat qilsa qanday bo'lar? Yo'q, bunday qilsa bo'lmoqdak. Xon oliylar onasidan bakla hayo qiladi. Ilmo onasidan o'zini qochirib yuryotdi. Eng yaxshisi, yana o'zim so'zlashay. Nimalar degan bilan meni do'st qatorida ko'rdi emasmi? Ishbog'rini bir to'kvas o'ngishlik qiladi. Sultan Uvaysxon kutubxonaga pam bilan kirib kelgan Saydali olibga shundaqli qarab qo'yib, parvosiz holda so'radi. Ishkishlari bormidi, Amir Kabir? Yonlarida birdam o'tirsam bo'larmi, oliylari? Savolga savol bilan javob qaytirdi Saydali olib. Ixtiyorlari. Saydali olib Sulton Uvaysxonning uduliga kelib o'tirdi. Orni yana eg'ir sukunat bosdi. Sultan Uvaysxonning parvosiz turqiga qarab, gapni na'dan boshlashini bilmay turib qoldi. Birar yutum usullik istan bo'larmi, oliylari? Sultan Uvaysxon Saydali olibga lappida qarab qo'yib javob berdi. Mendan so'rmay mahramga buyursalar. Mening sharob ishkim bor edi. Ixtiyorlari. Oliylar bilan ishsam deyman. Sultan Uvaysxon beshini ko'tarib Saydali olibning ko'ziga qaradi. U Ili vodisidan qaytib kelgandan beri sharobga eg'iz tegib baxmagan edi. Saydali olibning bu gapi bilan birdinla sharobga ko'ngli tortib qoldi. Buyursalar. Saydali olib das o'rnidan turib, eshik tubida xizmatga tayyor turgan mahramga sharob bilan dumlab pishirilgan so'g'ib qo'z go'shi buyurdi. Orqama-orqa ichgan 3 jam sharob Sulton Uvaysxonning pig'onini o'rlatdi. Yana qo'ysalar, dedi Saydali olibga qarab. Gap so'z yo'q, ichayveramdiq oliylari, dedi Saydali olib. Sulton Uvaysxon ulug' kichik tindi.
nima gap bor deydilar? Saydali olib Sultan Uvaysxonning ko'ziga qarab dedi. Yuraklarida biroq degilari keldigan nurg'un gaplar bor oliylar. Agar kaminalarning saltanatlarining amir kabir emas, do'stlari deb bilsalar, degidek gap cho'qim chiqadi. Netjoydan bu yerga bu buruqtirmalikqa faqatla chidimidim. Bizni undoq qiynimizlar. Men o'zlarini qiynamadim. O'zlarini qiynaganliklari bizni qiynaganlik bilan o'xshash. Sultan Uvaysxon ko'zini yumib oldi. Shu topda vujudida kuchli bir hayajon qo'zg'algan edi. O'zlab bo'lmagan bo'lsa, mening holim ne bo'lar edi, Amirzodam? Odamning dilkashlik qila oladigan do'stining bo'lishi ne qadar ezgulik ish. Muddalarini tushunib turibdiman, dedi Sultan Uvaysxon Saydali olibga qarab. O'zlardan nimani yoshiray? Etslachu, mening buzrukvar onamga avom ra'yatga qarg'udak yana yuzim bormi? Oshchog'i Eson Toysining shartiga ko'nib, singlim Maxtum Suluxinimni uning oldiga boshlab bormsam bo'pti. Odamga hamma bir o'lim qo. Bu toji taxt saltanat kimdan qolmagan? Sultan Uvaysxonning ko'ziga g'illit yosh keldi. Bu deganlarining hech bir xatosi yo'q, oliylar. Biroq o'zlari uchun yashagan bo'lsaydi, shunda qilgan bo'lsa tamoman bo'ladi. Ammo zimmalarda bir elning taqdiri bor. Buni demagandim, o yovning qo'liga tushib qolgan xonish xonzodlarning oyat mamatiga ega bo'lmaslar bo'lmaydi. Mushuni ko'zda tutganda o'zlarini ayblashlari behojatdir. Malik Maxtum Suluxinning oliylarining bu tanqisligini tushungan, taxt saltanat, al-yurt, xonish xonzodlarning taqdirini o'ylab, ul nikohga rozilik bergan edi. Endilikda o'zlarini ayblab, taxt saltanat, al-yurt bilan korlari bo'lmasa, Maxtum Suluxinimning ko'rsatgan jasoratiga yuz kelmaydilar. O'zlar shunda qaramdilar, Amirzodam. Kaminalarla emas, barliq amir sarkarlar avom ra'yat shunda qaraydi. Sultan Uvaysxon birdinla qaddini rusladi. Uningga Saydali olibning so'zlari ta'sir qilgan edi. Ilmu oliylarining o'rda ishlari bilan korlar bo'lmaganiga xiyol oyla bo'ldi, dedi Saydali olib so'zni davomlashtirib. Oliylar endi o'zlarini qochirmaslar, ko'ngillardagi o'ldil xastliklarni dafi qilib, saltanat ishlariga ko'ngil basla. Shu topda o'rda bir talay ishlar oliylarining bir taraf qilishini kutib turibdi. O'zlab bo'lgandikin o'rda ishlaridan voyim yemayman. Ammo Turkistondan kelgan elchilarga javob berishga kaminalar ojizlik qiladi. Haftadan beri ular didorlarga intizor bo'lib turibdi. Sultan Uvaysxon Turkistondan elchi kelganligidan xabar topgan bo'lsa-mu, ko'rishmagan edi. Ularning muddosi nima ekan? Haqiqatan qiynatam Amir Shayx Nuriddin hazratlari qizi bilan navrisini sevinganda o'taymi? Bunchalik oddiy emas, oliylari, dedi Saydali olib. Amir Shayx Nuriddin oliylarining Samarqand taxtigohiga itoat qilishdan bosh tortgani oliylarga oyon. Mirza Ulug'bek mushuni bahona qilib Turkistonga lashkar mangdiribdi-dak. Amir Shayx Nuriddin oliylari bizdan lashkariy ko'mak so'rab elchavatibdi. Bu xabar Sulton Uvaysxonning diqqatini tortdi. Qo'lidagi sharab jamini dasturxonga qo'ydi. Nemishqa bu ishni burunroq ma'lum qilmaydi. Saydali olib gap qilishga og'zini o'mallab bo'lib jim turib oldi. Kechirsizlar, dedi Sulton Uvaysxon birdanla esini yig'ib. Bu ishlarga o'zim ayblik. O'zimning bu dargohga bekinib olganimni, yo'llagan ma'lumotlarni qabul qilmaganimni esimdan chiqaribman. Oliylarning kechirim so'rashi hojatsiz. Elchilar bilan ko'rishamdilar oliylari. Bo'ldilar. Ko'rishmasakmi muddasini bilib bo'ldik. Darhol ko'maklashishga lashkar mangdirayli. Kaminalarning mundaq o'yin bor edi, dedi Saydali olib. Bu biz uchun yaxshi fursat. Mirza Ulug'bekning Qashqarda lashkar turg'izib olganiga 10 yildan oshdi. Bizmi har xil sabablar bilan Qashqarni qaytarib olishga fursat chiqarmay keldik. Endi mush fursatdan foydalanib, keng ko'lamda lashkar tatayilida O'tul Turkistonga borayli.
Ondan Әмір Сейх Нурдин aliylərinin sərkərdi ləşkərləri bilan birləşib, Oş, Toshkent, Andijonga hujum qilaydi. Mushunda qilsaq, Mirza Ulug'bek Qashqardagi ləşkərlərini yo'tkab kelib, bizga taqobil turishga majbur bo'ladi. Shuning bilan birinchidan qiynatillari Әмір Сейх Нурдин aliylarga ko'maklashish, ikkinchidan Qashqarni tasarrufimizga qaytarib olish muddayimizga yetimiz. Bu donochor ekan, dedi Sulton Uvaysxon ruhlanib. Balkim mushu bahonda Toshkent, Andijonni emas, Oqsi, Buxoro, hatto Samarqanddagi katta shaharlarni istilo qilib, Mirza Ulug'bekka boshqalarning tasarrufiga ta'arruz qilishning qanday bo'lganligini bir ko'rsatib qo'yaylik. Sulton Uvaysxonning ko'nglidagi buruqtirmoqlikning ko'tarilib, birdanla ruhlanib ketganini ko'rib, Saydali olib xeyli xotirjam bo'ldi. Ammo men lashkariy yurishning hozirligini qilay. Qachon yo'lga chiqsaq bo'lar oliylari? Hozirlikqa qanchalik vaqt ketar? Rostini aytsam, bu yil Qashqarga jazo yurish qilishni ko'nglimga tikkan edim. Shunga hozirliklarni bitirgach turgan. Oliylar yorliq bersa, 2-3 kun ichida yo'lga chiqib bo'ladi. Undaq bo'sh kechiktirmayli. Bugun kunga chorshanba ekan, juma kuni Ostondagi avom bilan birga juma namozni o'qiylik yo'lga chiqaylik. Bu qitimqi lashkariy yurishga oliylari menmi chiqaman, dedi Sulton Uvaysxon gapni cho'rtli kesib. Qo'mil amri Supurgi Mirza kelib Ulusbegi Mir Muhammad Shoh hazratlari bilan saltanat ishlariga qaranchiq bo'lg'ay. Darhol yorliqimni yetkazsizlar. Bosh ustiga, dedi Saydali olib. 3 kundan keyin Sulton Uvaysxon Po'lat Bahodir, Olchinbek, Qalqonbek Ko'kildosh, Tohirbek qatorliq sarkardalar bilan 2 tuman Mo'g'uliston lashkarini elib Turkistonga qarab yurib ketdi. Bu oralikda yig'ir zukamdab qolgan Saydali olibni Turpanda majburiy qoldirib qo'ydi. Issiqko'l vodiysiga yurish qilish oldidagi bu ko'rinishlarni qayta xiyolidan o'tkazgan Sulton Uvaysxon Bahodir sarkardasi Saydali olibning sadoqatmanligini o'ylig'inida chehriga sus kulki yugurdi. Boyadan beri yig'ir g'am tog'larida mukchib qolganda ko'rindigan gavdasini biroz rusladi. Saydali olibning ahvoli qandaqroq ekan? Kesilish batapqanmidi? Saltanat toji taxt uchun ko'p jafo chekdi. Hordi, charchidi. O'sha bahonada ozroq orom yilib olsin. Yaqindan beri Ostondan ma'lumot kelmadi. Shul topda Issiqko'lga qarab kelayotgan bo'lishi mumkin. Ha, mendan ansiraydi. Xotirjam bo'lolmaydi. Shunga Ostonda xotirjam turamidi qachon? Men ham shu. Yenimda Saydali olib bo'lmasa bir qo'lim bilan bir putimdan ayrilib qolgandek bo'lib qoldi ekanman. Insonga u darajada go'pa, sadoqat ko'rsatib, xizmatini qilmoq oson emas. Ya Xudo, bir elga posibon bo'lmoq nima degan mushkula. Tog'am Shir Muhammad Xondan toji taxtni so'yib olganimdan beri tuzuk oramamabdiman. Turg'on tutkunim g'am g'ussa, yurtdorchilik tizginini tutib turish halakchiligida o'tibdi. Ayni yillarda lob, ketik, tarim vodlarida qoshqulliqda yashab, hayotim ig'ir tahlika ostida turgan, och serin, muhtojlikda o'tgan bo'lsam-mu, bunchalik ham g'ussa his qilmagan ekanman. O'tning teshida ko'ygandan ichida ko'ygan yomon ekan. Kunda hech bo'lmaydi degandek, jangdimi davomli qalbi nusrat yuz ochmaydi ekan. Ili vodisida duch kelgan mag'lubiyatni Tangrim bu vodida hargiz ko'rsatmagan. Oliylari g'izoni xonish oyin bilan yemdilar yoki sarkardalar bilanmi? Bekavul Amirning tuyuqsiz so'rgan savoli Sulton Uvaysxonning xiyolini chalg'itdi. Qosh qaraygan edi. Sulton Shohjidirining panjarasidan sirtqa qarab, shom namozining vaqt o'tib ketganligini his qildi. Xiyol bilan bo'lib shomni qazo qilibman-mu deyman. Bo'ptilar, xubdan namoz bilan qo'shib o'qib olarman. Xon Bekavul Amirga qaradi. G'izog'i tavim yo'q. Ular meni g'izog'i saqlamag'ay. Ham hech kim oromimni buzmag'ay. Menga bir xumri qimiz akirib bersinlar. Xo'sh. Bekavul Amir xonni yolg'iz qoldirib asta yenib chiqdi.
Sultan Uvaysxon Issiqko'lda turib qolgandan beri kunda degidek qimiz ichadigan bo'lib qolgan edi. Shu topda qattiq ichki pushiga tortib qolgandek qiladi. Issiqko'lda yo ilgirlayolmay, yo chekinolmay turaverish jeniga patgan edi. U taxtda o'tirgandan beri Qashqarni qaytarib olishni faqatla esidan chiqarmadi. Nima uchundir Mirza Ulug'begning Samarqanddan shuncha yiroqqa joylashgan bu shaharni qo'ldan berib qo'yg'isi kelmagan edi. Sulton Uvaysxon buni saltanatiga qilingan eng cho'ng haqorat deb biladi. Mirza Ulug'begga Qashqarni qaytarib berish haqida avatgan maktublari javobsiz qoldi. Buni har qitim esiga olganda ichi ochiq bo'lib ketadi. Orqama-orqa ishgan 3 opqur qimiz Sulton Uvaysxonning qonlarini obdallik qizitdi. Lekin yuragidagi dard hasratlarini ko'tarib yetish tugul pag'onani texmi o'riltib qo'ydi. Garchi Farg'ona vodiysiga xeyli ishkirlab kirgan bo'lsam-mu, Andijon, Toshkentni ishg'ol qilish u yoqda tursin. Bu ishni texchi qo'limga ololmadim. Navoda Andijonni ola olgan bo'lsam, Mirza Ulug'beg bilan sulh tuzalgan, Andijon bilan Qashqarni tegishgan bo'lardim. Saduxxon to'lim hiylagar odam ekan. Shunga Mirza Ulug'beg bu sarkarjisiga ishinib o'zi lashkar topmay Saduxxonni avatgan ekan. Yenimda Saydali olib bo'lgan bo'lsa, Saduxxonning yelisiga taqobil tura oladi. Elimi tas qoldim uning damiga tushib yengilib qoldi. Turponga qaytay desam, shuncha haraj tortib qolgan lashkariy yurish bekor bo'lgan ozda. Mirza Ulug'begning qo'riga o'sib ketadi. Qaynatam Amir Shayx Nuriddin oliylarining taxtimi tahlikida qoladi. Saydali olib yo'lga chiqqan bo'lsa nagirak kelgandi. Tez mansiyan 15-20 kunda yetib kelarmikin. Hech bo'lmasa oldin chaparni mang'izlatgan bo'lsa-chi. Issiqko'lda kecha bilan kunduzning farqi cho'ng bo'ladi. Garchi havo ochiq, osmonda yulduzlar chaqnab tursa-mu, kechining g'urg'ur shamoli odamning qo'lini qo'riydi. Bir xumri qimizni to'liq ichib bo'lgan Sulton Uvaysxonning g'am hasratlari ozroqmi yengillamadi. Singlisi Maxtumsulug' munosabatli kechmishlar esiga kelishamon ichi ochiq bo'lib, kirpiklari namlashdi. U asta o'rnidan turib, shoh chediridan sirtqa chiqdi. Uning oromini buzib, xiyollarga halaqat yetkazib qo'yishdan ansirgandek, butkul qarorgohlar emas, butkul Issiqko'l vodiysi timtaslikqa cho'kkan edi. Qarorgohning na ichi, na sirtidan qattiqroq tivish anglanmaydi. Kechalarda huvlab orom bermaydigan Issiqko'l bo'rilarmi nima uchundir bugun tinchib qolgan edi. Sulton Uvaysxon cheksiz osmon gumbizga nazar tashladi. Tumanlagan olmoslarni chechib o'tganda ko'rinadigan yulduzlar sovuq nur chechib charaqlaydi. Uningga har bir yulduz singlisi Malika Maxtumsuluning ko'zidek, o'sha ko'zlar uni ayblayotgandek bilinib, ulug' kichik tindi. Qo'riqchilar qarorgoh ichida o'sharlik bilan mengib yuradi. Hayot musofisining davom do'qonlarini eslab chiqqan Sulton Uvaysxonning yuragi pag'onliq edi. G'urg'ur shamol birdan kuchayib ketdi. Sulton Uvaysxon yelin to'niga mahkam qimdalg'inicha yiroq-yiroqlarga nazar tashlaydi. Xuddi kelgusi taqdirini oldin bilib olmoqchi bo'lgandek. Shu topda uning vujudini atugin ichida Issiqko'l vodiyasida bo'ladigan jangning tashvishi iskanchiga ilib olgan edi. Jangni tezroq oxirlashtirsam bo'ladi. Ahvoldan qaraganda bu yil Samarqandga yurish qilish mumkin bo'lmaydigan o'xshaydi. Hech bo'lmaganda Andijonni bo'sh qo'limga elib yovlashkarlarni chekindirsam bo'ladi. Saduxxon ajab jangga chiqmaydi yetib oldi-ku. Yana bir yili tadbir o'ylab otamdi ya. Andijonni olsam, sarkar lashkarlarimni orom oldirg'ach, Mirza Ulug'begga archa avatib Andijon bilan Qashqarni tekshish shartini qo'yatdim. Mirza Ulug'beg bu shartni qabul qilsa, lashkarlarni darhol chekindiratdim. Shunday qilay. Qashqarni qaytarib olsam, Mirza Ulug'beg bilan betim tuzib, istilochilikdan qo'l uzay. Nima qilay Mirza Ulug'beg bilan buncha bo'la dushmanlashib? Aslida u bizlar bir nasab, bir jamoatdan-ku. Yotladim emasmiz-ku. Uning ustiga Davlat Sulton Xonishning navri singlisini Mirza Ulug'beg cho'ng xonzodasi Abdullatovxonga elib bergan ekan.
Buni demagandimi, men To'g'liq Timirning naslidan bo'lsam, Mirza Ulug'bekmi Amir Temir Sohib Quranning naslidan. Her ikki baboy buzurglarning oba ajdodlari bo'lsa, bu muqaddas zaminlarda yashab kelgan turkiy qavmlardandir. Bizga zamin tasarruf qilish, buncha dushmanlashish ne hojat? Qarindoshning peyni qirqigan nadi bu? Mirza Ulug'bek bilan didor muloqotda bo'lib, maqsad muddalarimni bildirib baqsam yaxshi bo'ladi. Yolg'iz Mavara Unnahir, Xurason, Farg'ona vodisining sultonili emas, ilm hikmat mamlakatining muhaqqani bo'lishga munosib ul donishmandning xiyoli mendan o'yroqdir balki. Sulton Uvaysxon Mirza Ulug'bek bilan xeyli uzoqcha xiyoliy mungdashdi.